nimalarga atvet qilishimni kutdinglar? Voy, erkak aka, erkakligi tutib ketdimi? Chiqsa astag'firullah, bo'ldi o'tkazib yuboraman. O'tkazib yuborashanda, конечно. Ko'tingga siktirib qo'yganingni aytib qo'yaman-da hammaga. Dalba, yo'q, o'zing bitta ko't bo'lsang, hammaga ko'tingga siktirib yurgan bo'lsang, bilad. Esingdan chiqib qoldimi, bilad? Gostinitsada chichib qo'yganing, ko'tingga sikayotganda prezervativ bo'q bo'lib ketgani. Dalba, yo'q, hezalak. Nimaga meni futbolning komandamdagilar ko'rsa, meni ko'rsa astag'firullah deydim, bilasizlarmi nimaga? Meni videolarimni ko'rib qolsa astag'firullah deb o'tkazib yuboradi. Потому что men haqimda gapirib qo'ymasin deb qo'rqadi-da. Ko'tib berar. Esingdami gostinitsada Toshkentmi, nima edi? O'zbekiston gostinitsasimi? Chichib qo'yganing, ko'tingga sikayotganda prezervativ bu oq bo'lib chiqqaning sendami? Dalbayib, hamma yoqqa tarqalib ketdi. Bizni futbolning komandalarning orasida chichib qo'yganing esingdan chiqib qoldimi? Ko't berar. O'zing bir ko't berarsan. Ya'ni men haqimda gapirganing o'laymi? Shizalak. Qaranglar, turistlar bizda ham ko'payib ketyapti-ku, O'zbekistonda ham. Bitta biznes o'ylab topdim deylar. Оказывается, Tailandda motobike bor ekan, mototaksi. Bizda ham O'zbekistonda shunaqa qilish kerak. Turistlar ko'p-ku baribir. Mototaksi вообще очень дешево и hamma shu bilan foydalanar ekan shundan. Hamma shu yerda o'zbeklar полностью mototaksidan foydalanishar ekan. Juda ham zo'r и выгодно, и arzon. Shunaqa qilish kerak O'zbekistonda ham. Bossing. $4,500 asabnyak olib, katta villa olib, блядь, уборкasiga yana $100 kuniga berishimiz kerak ekan. Охуеть легче, блядь, пиздец. Лучше $2,800 шикарный otel ko'rdim. O'shani olib chiqib ketaman bugun. Sikilib ketdim, biladi. Har kuni iltimos qilaman, polotens olib kelib bersin. Bitta polotensda 10 marta artinmayman. O'zim yuvishni xohlamayman, men bu yoqqa отпускка kelganman, biladi. Aytsak, $300 emas, $150 kuniga уборкаga berishasan deydi. Qapets, biladi. Otel topdik hozir. Prezidentskiy lyuks $2,800 ga 3 kunga. 3 kun vaqtimiz qoldi, 4-kuni ketamiz bab. Go'zallik oteli. Nasıl ko'chib ketaman. Sikildim bilak bu yerda. Yo уборка qilmaydi, yo pastelni almashtirib bermaydi, yo polotensani almashtirib bermaydi. Tailanddagi qizlar nima qilasizlar, o'zingizlarda onanglar bilan teng odamni aldab, telefoninglarni ko'tarmasdan pulini qarzinglarni berib qo'ymaysizlarmi? Uyalmaysizlarmi? Vashi yaxshi qizlar ekan deb bechora qarzga qilib berdi. Qarzinglarni vaqtida berib qo'ymaysizlarmi? Uyalmaysizlarmi? Onanglar tengi odamni izdivatsa qilgani. Betinglar vashi yo'q odamlar ekansizlar. Men sizlarni yaxshi qizlar deb o'ylabman. Tugagan odam ekansizlar. Qarzinglarni naq berib qo'ymaysizlarmi? Orqanglardan sarson bo'lib yuribdi bechora xotin. Uyalmaysizlar ham betinglar ham ash induslar bilan sikishib, tosh teta qotib ketibdi. Beti yo'q ekansizlarda vobshe. Yo bittalab rasmiylarni chiqaraylikmi? Mana o qizlarni mana qashi mashenik ekan deb. Pulini berib qo'ymaysizlarmi? Lo'q qilib aldab, yugurtirmasdan onanglar tengi odamni. Betam bo'lish kerak-ku sal.